Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muxlislar, Registon kanali tomoshabinlari, alhamdulillah bugun yana qarshingizdamiz. Savol-javob dasturining navbatdagi soni orqali jonli yayında sizlar bilan diydorlashib turibmiz. Bugun doimgidek sizlardan keladigan va kelayotgan savollarga ustozimiz Obidxon domladan javob istaymiz. Yana ustoz, assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsiz ustoz. Ko'rsatuvga kirishdan oldin doimgidek eslatib o'tamiz. Aziz muxlislar, bizga yo'llangan savollarga ko'rsatuv mobaynida javob berishga ulgurmasak, inshaalloh keyin ko'rsatuvlarda qoladi. Ko'rsatuvga nisbatan tezroq javob olish uchun iloji boricha Telegram orqali RTV savollar botdan qisqa va lo'nda shaklda savol yo'llasangiz nisbatan oson bo'ladi. Ustoz, ruxsatingiz bilan bo'lmasa bugungi birinchi savolni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yoshim 23 da, sigaret savdosi bilan shug'ullanaman. Bu ishim yaxshi emasligini bilaman, ammo anchadan beri shu ishni qilaman. Qo'limda boshqa hunarim yo'q. Maslahat bering, nima qilay? Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamdlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat salomlar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Kasb haqida so'rayaptilar, munosabat bo'lib qolgani uchun. Ya'ni savolga javob berishdan oldin kasb hunar ibodat, ya'ni shariatimizda kasb hunar qilishga buyurilgan. Ya'ni kasb deganda, ya'ni arab tilidagi kasb o'zbekchadan sal boshqacharoq, ya'ni topish degani. Mehnat qilib pul topish degani. Qanaqa qilib bo'lsa ham, hunar bilanmi, tijorat bilanmi, qanday yo'l bilan bo'lsa ham, hunar nima qilish degani, pul topish deganda. Alloh taolo dunyoni sabablarga bog'lab qo'ygan. Sabablarga bog'lab qo'ygan deganimizki, harakat qilish kerak inson. Hamma inson harakat qilish kerak. Allohdan duo qilib so'raymiz. Shar'iy sabablari shu, Allohdan iltijo qilib so'rash bor, to'g'rimi? Keyin o'sha shariat ko'rsatmalari bo'yicha bo'lish kerakligini e'tiborga olishimiz kerak. Shunda ibodatga aylanadi. Shu kasbimiz, qilayotgan ishimiz ibodatga aylanadi. Faqat pul topishi o'zi maqsad emasda. Pul topish bilan masalan inson o'zini boshqalardan muhtojlikdan saqlaydi, qo'l cho'zishdan saqlaydi, oilasini saqlaydi. Oila qurganlarmi yo'qmi bilmadim-ku. Xuddi masalan Allohdan farzand ber deb so'rab uylanamiz-ku. To'g'rimi? Uylanish bor shu. Shunga o'xshagan. Ya'ni kasb qilish juda yaxshi narsa, tezlangan, Alloh taoloning fazli, qidiringlar deyilgan, to'g'rimi? Lekin o'sha shariat ko'rsatmasi bilan bo'yicha bo'lish kerak. Faqat nima deydi, moddiy qorinni ochib to'ydirish o'zi emas-da. To'g'rimi? Unda boshqa bir mavjudotlar bilan yoki musulmon bilan boshqa nima farqi qoladi? Ya'ni nima kelsa ish qilib ketaversa, to'g'rimi? Halol haromni surishtirmasdan. Bu yerga yozayotganlari o'zidan masalan shundan vijdon qiynalyapti. To'g'rimi? Sigaret ulamolar harom deyishgan. Harom narsa bilan shug'ullanish bo'lmaydi, to'g'ri emas, noto'g'ri ish. Yoshlar yosh ekan, hunar turlari ko'p-ku. To'g'rimi? Masalan, hozir rosa quvvatga to'lgan paytlari harakat qilib, har qanday yangi hunarlar chiqib ketyapti. Hozir masalan, kompyuter ishi bor, agar qo'l mehnat qilinadigan bo'lsa, endi aytib o'tirish shart emas-ku. Masalan, elektr sohalari bor yoki haligi nima deydi, santexniklarmi, xullas ish to'lib yotibdi. Agar 23 yosh bo'lsalar, hali tanlash imkoniyatlari ham bo'ladi albatta, aytganingizdek. Shunday, ya'ni harakat qilish kerak. Inson Allohga yaxshi gumon qilib, hozir bu ishni qilishda inson o'ziga, faqat o'zlariga gunoh emas, o'shani olib iste'mol qilayotganlar gunohiga ham sherik bo'ladilar-da. Yana qanchasi kasallansa-chi, kasallanishga sabab bo'layotganga ham o'shandan ham ulush tegadi-da. O'shalarda masalan kasal bo'lib, sigaret orqasidan yiliga qancha minglab odamlar o'ladi, to'g'rimi? O'shalar yetimlari qoladi, to'g'rimi? O'sha olib kelayotganlar, sotayotganlar sotmasa kamayadi-da shuni. Shu ham bitta yo'li-da. Kamaymaydi, boshqalar qilyapti. Boshqalar qilgan chog'ida ham qilaveraman desangiz, sizga ham sherik bo'lasiz-da. Qilmaslik kerak. Alloh taoloning fazli keng. Alloh taolo qumursqalarga rizq beryapti. Masalan, ba'zi bir haligi mo'jiza narsalarni ko'rsangiz, hayvonlar turlarida, endi ular yeyotgan narsalar Allohning rizqiga ishonaylik. Alloh Razzoq. O'sha shariatda ko'rsatilgan ya'ni chegaralar bor.
Shariatda faqat mumkin emas narsalarni aytib qo'ygan. Qolgani ochiq. Har qanday nima faqat shariatga zid bo'lmasa, shunday harom narsalar bo'lmasa, muboh. O'rganib, harakat qilib, internetda hozir qancha nima qidirsa bo'ladi. Xullas bu ish to'g'ri kelmaydi-da, to'g'ri kelmaydi. Alloh taoloning g'azabiga olib boradi, ya'ni. Gunoh ish bilan Allohning oldidagi narsani jalb qila olmaysiz. Alloh taolo kofirga ham rizq beradi, musulmonga ham rizq beradi, gunoh yo'li bilan topayotganga ham beradi, lekin biz tarozimiz bor-ku baribir. Bu faqat topish, eplab kun o'tkazish emas-da. Qayerdan topyapsan, qayerdan? Albatta, qiyomat kunida ana shu insonni o'sha ya'ni qimirlamasdan turib so'raladi. Ya'ni so'raladigan 4 ta savoldan bittasi, ikkitasi hatto. Molingni qayerdan topding, qayerga sarflading? Bu so'raladi, hammamizdan so'raladi. Alloh taologa iltijo qilib halolingdan bergin deb so'rashimiz kerak. Haloliga harakat qilish kerak. Lekin bu noto'g'ri. Sigaret sotish, savdosiga shug'ullanish noto'g'ri, harom, halol emas. Ya'ni o'sha qilayotgan odamlar gunohga sherik bo'ladilar. O'zigidan tashqari ularga ham sherik. Kasalga chalinib bir narsa bo'lsa, o'shanda ham nasiba bor bu ishga. O'zlari ham aytganlaridek, buni yaxshi emasligini bilaman debdilar-da, lekin siz urg'u bergan jihati buni zarari faqat o'zlariga emas ekan. Ya'ni bu aynan buni jamiyatga, boshqalarga zarar bilan. Keyin masalan hozir baribir haromdan topilgan narsa baraka bo'lmaydi. Masalan, o'sha narsa duo qabul bo'lish to'siladi yo'li. Ertaga yoshimiz o'tyapti masalan. Ya'ni xalqim buziladi, xalqqa ya'ni harom narsa yema deganda faqat o'zi yemasligi emas, o'sha topayotgan pul ham halol bo'lishi kerak-da. Duoingiz ijobat bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ku. Ya'ni qarang, duo ijobat bo'ladigan hamma sababni aytdilar. Bir inson bo'ladi, uzoq safarda yuradi. Safarda yurganda hamma yo'g'i changga botib ketgan, sochlari to'zigan. Ya'ni o'zi bir abgor ahvolda. Inson bunaqa abgor ahvolda bo'lganda rosa Allohga yaqin bo'lib qoladi, to'g'rimi? Yana qo'lini osmonga ko'tarib qayta so'raydi. Lekin Rasululloh aytibdilar-ki, yeyotgani harom, ichayotgani harom, ozuqasi harom, kiyayotgani harom, harom hamma yo'g'i. Qanday bunga duosi ijobat bo'ladi dedilar. Ya'ni duo qabul bo'lishini to'sadigan narsalardan bittasi ham shu nima? Luqma. Luqmani nima bo'lishida. Sa'd roziyallohu anhu ga aytganlarki, atib mat'amak yustajab da'vatuk. Ya'ni luqmayni halol qil, duoing ijobat bo'ladi. Yaqinda masalan uylangan bo'lsalar, farzandlari bor, ayollari bor yoki uylanmagan bo'lsalar, yaqinda uylanib o'sha puldan yediradilar-da farzandga. Keyin farzandni sizga qarshi bo'lib qolishi bor. Itoatsiz bo'lishi bor masalanda. Ya'ni bu ham bitta sabablardan bittasi. Shuning uchun halolga harakat qilishlar kerak. Allohdan yaxshi gumon qilaylik. Alloh taolo o'ta oliy janob zot, Razzoq, Rahmon, Rahim, Rauf. Allohning ismlari bilan tanishing, mo'jizalarini ko'ring. Ertalab duo ijobat bo'ladigan vaqtlar bor, saharda. O'sha vaqtlarda duo qilish kerak, Allohdan so'rab. Alloh taolo baribir beradi. Shunday. Rahmat sizga, Alloh taolo muvaffaq qilsin. Keyingi savol: Assalomu alaykum. Meni akam koronavirus kasalligiga chalinib vafot etdi. Akam shahid deb umid qilsak bo'ladimi? U tiriklik chog'ida 5 mahal namoz o'qirdi. Ramazon ro'zasini tutardi. Iymonli inson edi. Maşallah, maşallah. Alloh taolo alaykum assalom va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo boshimizdan mana shu baloni ko'tarsin. Amin. Kasal bo'lganlarga Alloh taolo shifo bersin. O'tganlarimizga Alloh rahmat qilsin. Amin. Bu yaxshi holatlarni aytyapsiz. Akangiz haqlarida. Ya'ni bu aka-ukani bir-biriga bo'lgan munosabati ham ajoyib. Aka-ukalar bor, yuz ko'rmas bir-biri bilan. Aka-ukalar bor, bir-biriga dushmanlik qilgan. Hatto bir-biriga masalan jinoyat qilishgacha borgan aka-ukalar bor. Juda yaxshi aka-uka ekansiz. Bir insondan so'rashgan ekanda, akang yaxshimi, do'sting yaxshimi desa, akam yaxshi agar do'stim bo'lsa degan. Ya'ni o'sha aka-ukachilik juda yaxshi narsa. Ya'ni nima deydi? Ibratli ekanda bu kishi akalarga bo'lgan munosabatlari. Yaxshilik bilan eslayaptilar mana akalarini. Alloh rahmat qilsin. Xo'p, endi bu shahid hisoblanadimi? Umid qilinadimi? Albatta umid qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalar bilan o'tirib, ya'ni uslubda bu ham shahid kim deb o'ylaysizlar dedilar. Shahid deb kimni sanaysizlar dedilar. Ya'ni o'zlari boshdan aytib ketmasdan oldin so'rayaplar-da. Qani aytinglarchi, shahid kim dedilar-da. Shahid kim deb aytganlarida sahobalar aytishdiki: "Ey Rasululloh, jangda
ya'ni Alloh yo'lidagi jangda, jihodda shahid bo'lgan shahid bo'ladi deb aytishdi. Rasululloh aytdilarki, unday bo'lsa ummatimdagi shahidlar oz bo'ladi-ku dedilar. Ya'ni faqat o'sha jihodda o'lganlar shahid deydigan bo'lsak, faqat o'shalar ya'ni cheklab qo'ygan bo'lsak, unda oz bo'lib qoladi dedilar. Keyin orqasidan 5-4 xil odamlar aytganlar. O'shalardan bittasi mat'un deyiladi, ta'un, ya'ni o'sha vabo kasalligi bilan. Vabo kasalligini bir turi deganlar ham bor yoki umuman vabo kasalligi. Ya'ni o'sha epidemiya deyiladimi? Keng tarqalgan kasallik bilan o'lgan insonlarni musulmonlar albatta iymon bo'lishi kerak-ku, shahid deyilgan. Ibn Hajar rahimahulloh Imom Buxoriyni sharhini yozgan Ibn Hajar, ya'ni hadislarni to'plab 20 taga yaqin shunaqa odam topdim dedilar. Ya'ni hadislarda aytilgan, ya'ni jangda shahid bo'lgandan tashqari 20 taga yaqin shahid bor ekan. Al-mat'unu shahid, o'sha ta'un vabo bilan o'lgan shahid. Al-mabtunu shahid, ya'ni qorin og'rig'i. Qorin og'rig'i deganda hamma o'sha ich og'rig'ida, ichki kasallik, ya'ni oshqozon og'rig'imi, xullas ichidagi kasallik bilan og'rib vafot qilgan inson shahid. Wal g'ariqu shahid, cho'kib o'lgan shahid. Haligi tahdal hadm, ya'ni buzilib devor tagida qolgan. Devor tagida qolib o'lgan shahid, yonib ketib o'lgan shahid. Ya'ni ayol kishi masalan tug'ayotgan, farzand ko'rayotgan vaqtida og'ir, Alloh taolo onalarimizni o'zi rahmatiga olsin, o'tib ketganlarini borlariga Alloh taolo ko'p ajrlar bersin. Ya'ni bizni dunyoga keltirguncha qancha mashaqqatda endi. Ya'ni ayol kishi shu tug'ayotganda vafot qilsa, u ham shahid. Yana Rasululloh bir hadis aytdilarki, dinini himoya qilib o'lgan shahid, nomusini himoya qilib o'lgan shahid, jonini himoya qilib o'lgan shahid, molini himoya qilib o'lgan shahid. Bir sahobiy so'radi: "Ey Rasululloh, birov meni molimni olib qo'yaman deb kelsa, nima qilay?" dedi. "Berma" dedilar. "Berma moling" dedilar. "Urushadi men bilan, sen ham urush" dedilar. "O'ldirib qo'ysamchi?" deganda do'zaxga kiradi. Meni o'ldirsachi, shahid bo'lasan dedilar. Ya'ni man qutila duna dinihi, dinini yo'lida, dinini himoya qilib, man qutila duna nafsihi, duna irdihi, nomusini, iffatini saqlash yo'lida, jonini saqlash yo'lida, molini saqlash yo'lida o'lsa shahid. Yana haligi chaqib o'lsa, zaharli narsalar chaqib o'lsa. Xullas shahidlari shunaqa 20 taga yaqin turini aytilgan ekan, ya'ni o'sha jangda shahid bo'lganlardan tashqari. Endi faqat nima hukmida ozgina farqi bor. Jangda shahid bo'lgan odam yo'lmaydi. Endi o'zining fiqhiy hukmlari bor. Lekin fazilatda bular ham shunaqa baland martabaga erishadi. Inshaalloh. Inshaalloh. Yaxshi umid qilinaveradi. Inshaalloh. Alloh taolodan, lekin duo qilinaveradi, duo ham to'xtamasdan. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Amin, amin. Keyingi savol: Assalomu alaykum. Ish ko'pligi sababli namozlarni vaqtida o'qiy olmayapman. Peshin va shom orasidagi namoz qolib ketyapti. Hammasini jamlab kechasi o'qisam bo'ladimi? Peshin namozi orasidagimi yoki peshin Asr namozini aytyaptilar menimcha. Peshin namozi, peshin bilan shom orasidagi namozni. Alloh taolo aytayaptiki, innas solata kanat alal mu'minina kitaban mavqutan, to'g'rimi? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh aytayaptiki, namoz vaqtli farz qilingan. Ya'ni namoz o'z 5 mahal namoz. Ya'ni bunga shukr qilishimiz kerak. Alloh taolo boshida 50 mahal farz qilgan. 50 mahal. Alloh taolo namozni yaxshi ko'radi. Ya'ni bandalarning namoz o'qishini yaxshi ko'radi Alloh taolo. Namozdan foydalanmasa ham bizni foydamiz namoz bo'lgani uchun namozni yaxshi ko'radi. Shuning uchun 50 mahal farz qilgan. Bu namozlar hech ham o'zini vaqtidan chiqarib mumkin emas. Chiqarib bo'lmaydi u namoz vaqtidan. Ayniqsa asr namoziga alohida aytilgan. Asr namozni o'qishlikka targ'ib ham, o'qimagan odamga tahdid ham bor. Rasululloh aytdilarki, sallallohu alayhi vasallam, payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, man sollal bardayni daxalal janna. Kim ikkita muzday namozni o'qisa jannatga kiradi. Ikkita muzday namoz qaysi namoz? Bomdod namozi bilan, ya'ni asr namozi. Havo salqin bo'lib boshlagan vaqtida. Nima uchun? Ertalab odamlar uyqu bilan band bo'ladi, asrda o'sha ishlar bilan band bo'ladi. Uyga qaytish, o'shanaqa, ya'ni gavjum vaqti. Shuning uchun o'shanga urg'u berganlar. Bu ikkita namozga ahamiyat bergan odam boshqasiga aniq beradi-da. Yana hadisda yata'aqabu fikum malaikatul layl, malaikatun bil-layl va malaikatun bin-nahar. Ya'ni kechqurungi, kunduzgi farishtalar navbatlashadi. Navbatlashishi bomdod bilan asr namozida. Bomdod bilan asr namozi. Qarang, bomdod bilan asr namozida farishtalar Allohning oldidan chiqib tushadigan farishtalar bor.
bizni amallarimizni Allohga olib chiqadigan farishtalar bor, hisobot beradi. Ana shu farishtalar bomdod namozi bilan asr namozida almashadi. Ular oldiga borganimizda ham namoz o'qiyotganida, kelayotganimizda ham namoz o'qiyotganda boradi. Qanaqa yaxshi guvohlik bu? Namoz sizga hech qanday xalaqit qilmaydi, o'qish kerak. U ishdan muhim emasda, ya'ni nima? Ish namozdan muhim emas. Namoz har qanday ishdan muhim. Namoz yaratganning buyrug'i, Allohning oldiga olib boradiganimiz, ya'ni musulmonchiligimizning tarozisi. Bu haqida ko'p gapirildi-yu, namoz haqida juda qattiq aytilgan. Jamlab o'qish mumkin emas. Qasddan qilsa, hatto ba'zi ulamolar musulmonchilikdan chiqib qoladi deganlar bor-da. O'shuning uchun bu xatarli narsa. Guvohligi olinmaydi masalan. Ya'ni guvoh bir narsalarga guvoh bo'lsa, guvohi o'tmaydi. Yana bir hadisda endi qarang, bu tahdid tomonidan aytadigan bo'lsak, man taraka salatul asr faqat habita amaluhu degan hadis bor. Asr namozini o'qimagan odamni amali habata bo'ldi deganlar payg'ambar. Ya'ni yuvilib ketadi hamma. Hamma qilgan ishi yuvilib ketadi. Yana bir hadisda man taraka salatul asri ka'annama wutira ahluhu va maluhu. Oilasi bilan mol dunyosiga balo kelgan dedilar. Ya'ni oilangiz go'yo sizni oilangizdan, ya'ni oilasi deganda xotini, bola chaqasi musibat bo'lib vafot qilib ketdi yoki mol dunyongizga bir musibat keldi, hammasi shuni bilan bir xil deyaptilar Rasululloh. Ya'ni asr namozini o'qimagan odam, asr namozini o'qimagan odam aytayaptilar. Rosa ehtiyot bo'lish kerak. Boshqa ish qidirish kerak. O'sha ish beradigan odamlar bilan u rozi bo'ladimi, rozi bo'lmaydimi? Bu Alloh taoloning buyrug'i-da. Rozi bo'lishga ko'ndirish kerak. Hozir huquqlar bor-ku, insonlar huquqlari to'polon qilmasdan chiroyli suratda men musulmonman, namozxonman. Aksincha ular namozxonni xohlaydi. Chunki namoz sizni tarbiya qiladi, xiyonat qilmaysiz. Namozni to'g'ri o'qiydigan odam xiyonat qilmaydi. Chunki 5 mahal podshohning huzuriga kiryapti-da bu. Allohning huzuriga kiryapsiz. Bunga beparvo bo'lmaslik kerak. Bunaqa jamlab o'qish bo'lmaydi. Hammasini vaqtida. Boshida vaqtida o'qiy olmasa, o'sha vaqti bor-ku, hamma namozni vaqti. Qaysinidir topish kerak. Sunnatlarga imkon bo'lmayaptimi? Hech yo'q, farzini o'qish kerak. Sunnatlarga agar shunaqa taqalib qolgan, shunaqa iloji bo'lmasa, hech bo'lmasa farzini o'qish kerak. Bu degani sunnatga beparvo bo'l degani emas. Sunnat namozlar farz namozlari to'ldiradi, bezaydi uni, dizaynda unga chiroy beradi, mukammal qiladi, kamchiligini to'ldiradi. O'shuning uchun sunnat namozlarga beparvo bo'lish mumkin emas, lekin iloji yo'q bo'layotgan bo'lsa, masalan 10 rakat o'qigan vaqt deb masalan iloji yo'q bir qanaqa holatda bo'lsa, hech bo'lmasa farzini o'qishlari kerak. Farzini o'qish kerak. Nima qilsa-qilsinlar, farz tark qilmasin. Bo'lmaydi, hech qanday holatda. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tushimda ko'rgan edim. So'ng o'ngimda ham ko'ra boshladim va oldimga kelib qulog'imga gapirar edilar shivirlab. Qaysidir kanalga yozgan edim. Siz ko'rgan inson Rasululloh emaslar deyishdi. Ko'rganimdan keyin men o'zgardim, hijob o'radim, ibodatli qiz bo'lib namoz o'qishni boshladim. Bu nima edi deyaptilar. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muhabbatlari hammamizga bersin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muhammaddan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radigan bo'laylik. Ana shunda iymoni komil bo'ladi inson. Lekin Rasulullohni yaxshi ko'rish, Rasulullohni ko'rsatgan yo'llarda yurish deganda. Bir kishini yaxshi ko'rsa, o'shaning yo'lidan yuradi, o'shani aytganini qiladi. Aytiladiki, masalan, xotinining gapidan chiqa olmaydi degan. Endi gap bor-ku, ya'ni o'sha qattiq yaxshi ko'rgandan-da. Qattiq yaxshi ko'rgan haligi innal muhibba liman yuhibbu muti'uda. Yaxshi ko'rganiga itoat qiladi, aytganini qiladi uni. Yaxshi ko'rayotgan bo'lsangiz Rasulullohni, ya'ni Rasulullohni yaxshi ko'radi har bir musulmon albatta, o'sha yaxshi ko'rganlari uchun aytayaptilar bu gapni. Rasulullohni tushda ko'rdim deyaptilar. Tushda ko'rgan bo'lsangiz so'rang, surishtiring. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hamma sifatlari aytilgan. Burunlari qanaqa bo'lgan, ko'zlari qanaqa bo'lgan, qoshlari qanaqa bo'lgan, quloqlari qanaqa bo'lgan, sochlari, soqollaridan necha dona oq bo'lgan, qo'llari, barmoqlari qanaqa bo'lgan, yelkalari qanaqa bo'lgan, qorinlarida bunday ozgina o'sgan tuklari qanaqa, o'shalargacha aytilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning batafsil, hatto ota-onamizdan haqidagi ma'lumotlardan ko'ra ko'proq Rasululloh haqlarida ma'lumot bor kitoblarda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqlarida o'rganaman desangiz, ya'ni yaxshi shuni surishtirish kerak. Ko'rgan bo'lsangiz juda yaxshi. O'shanga muvofiq bo'lsa, man ra'ani fil manam fakanna ra'ani. Meni tushida ko'rgan odam ko'rganday bo'ladi dedilar. Fa inna shaytona la yatamassalu bi. Shayton meni shaklimga kira olmaydi dedilar. Lekin tushish kerak o'sha nimalarga. O'sha shartlarga tushish kerak. Ya'ni o'sha Rasulullohning o'zlariday bo'lish kerak. Bu
tushdagi narsa. Lekin o'ngida ko'rish mumkin emas. Ya'ni o'ngida ko'rish imkoniyati yo'q. Yo'q narsa u. U shayton vasvasa qilayotgan bo'lishi mumkin. Shaytonchi shayton auzu billahi minash shaytonir rojim deyish kerak. Inson shayton la'natlanmaydi. Faqat Allohdan panoh so'raladi. Shayton siz bilan bizni shu do'zaxga tiqmaguncha rozi bo'lmaydi-da. Ya'ni maqsadi dindan chiqarish, oxiri kofir qilib o'zi bilan birga olib ketish. O'sha jahannamga kirishni xohlaydi-da. Uni hiyla naydanga nihoyatda ko'p. Innahu yarakum huwa va qabiluhu min haythu la tarawunhum deyapti sura Arafda. Shaytonni o'sha shaytonni bolalari, shayton malaylari sizlar uni ko'rmagan tomondan sizlarni ko'rib turadi deyilyapti. Siz o'ylamagan tomondan keladi. Shayton ba'zi ish amallarga buyuradi. Mana uni qil deb buyuradi. Lekin buning uchun ilm olish kerak endi. Qaysi narsani to'g'ri aytayapti yoki noto'g'ri aytayapti? Buning uchun ilm olish kerak inson. Shariatimizni tezlik bilan o'rganishga kirishish kerak. Hozir o'rganish yo'llari juda ham ko'p. Mana hozir so'raganlar to'g'ri bo'ldi. Ya'ni tashqarida ko'rish iloji yo'q-da, mumkin emas narsa u. Ya'ni u shayton vasvasa qilib birdaniga kofir bo'l demasdan asta xutuvat deyilyapti. Shaytonning qadamlari deyilyapti. Qadam tortadi-da. Inson bilmay ketib qoladi. Men seni Xudoyingman deb aytadi oxiri borib. Menga sajda qil deydi. Ayniqsa jon chiqayotgan vaqtida. Hozir aqlimiz joyida turgan paytida bunaqa vasvasalarga uchadigan bo'lsak, unda jonimiz chiqayotgan paytda aniq nima bo'lib qoladi inson. Ya'ni o'sha oxirgi vaqtida inson chanqar ekan, shunaqa bir gaplar gapiriladi-da ulamolardan. Chanqaydi, suv ko'rsatadi. Men beraman deydi, faqat kofir bo'l deydi. Kofir bo'lsa o'sha suv bermay turib ko'radi. Xullas, u yolg'onda, yolg'onchidan iborat. Abdulqodir Jiloniyni eshitganmiz, Alloh rahmat qilsin, to'g'rimi? Abdulqodir Jiloniyda shunaqa bir nima bor, bir rivoyat bor. U kishi lekin tasavvuf bo'lgan bilan, lekin nihoyatda olim bo'lgan u kishi. Nihoyatda ilmli bo'lgan u kishi. O'zlari aytganlar, bizni bu yo'limiz Qur'on sunnatga muqayyat, ya'ni shariatdan nima qilingan. Shariatni tarozisiga solinadi deganlar-da. Shu Abdulqodir Jiloniy aytadilarki, o'sha rosa chanqab nimada issiqda qolib ketibdi-da. Keyin bir qora bulut paydo bo'lib, qora bulut menga o'shani hatto tafti ham keldi, muzday ham keldi. Men Robbingman sen debdi. Ovoz keldi shunaqa. Men seni Robbingman degan ovoz keldi-da. Keyin u kishi Allohga qasamki, sen la ilaha illalloh Allohmisan debdilar. Desa u yana Robbingman. Qarang, Allohman deya olmayapti-da. Robb degan so'zni boshqacha ma'no ham bor. Ya'ni xo'jayin degan ma'nosi ham bor-da. Robb degan, ya'ni Robbim Parvardigor degan ma'nosi ham bor, xo'jayin. Robbingman deb yana aytibdi. Men senga hamma haromlarni halol qildim. Ya'ni senga harom yo'q, senga zapret yo'q. Bo'ldi, xohlaganingni qilaver degan gap gapiribdi. U kishi o'sha paytda bildim deyapti. Allohga qasam, sen kazzobsan, yo'qol shayton deb qo'ygan ekanlar, ana bulut tarqab ketdi deydi. Keyin shunaqa bir yana ovoz kelgan, sen o'sha shariatni bilganing uchun adashtira olmadim. Sendan oldin qanchasini adashtirganman deydi-da. O'shaqa ovozlar kelishi mumkin, jinlar bilan, boshqalar bilan. Jin bizni ko'zimizga ko'rinmagan mahluqotlar bor. Bu narsaga iymon keltirishimiz kerak. Farishtalar bor, shaytonlar, jinlar bor. Shunday qilganda xullas. Buning uchun biz shariat qolipimiz bor. Mana shu shariatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatganlar. Sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun adashmaylik, opamisiz, singilmisiz, o'sha ehtiyot bo'laylikda, ya'ni bu e'tiqodimizga taalluqli narsa. Hijobga kirgan bo'lsangiz, u sizga o'sha shivirlab gapirgan odam gapirsa ham, gapirmasa ham hijobga kirishingiz kerak. Siz badallaringizni boshqaga ko'rsatishingiz mumkin emas. Buni oldindan bilishingiz kerak. Dinimizni o'rganaylik. Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. O'zi bu kishi yaxshi ham shu shubhalar sababli beribdilar. Demak, bu kishiga hozir qoladigan tavsiya, savol berdilar mana. Yana ham dinni yaxshiroq o'rganish, jinlar, vasvasalar haqida ham bilishlar kerak ekan, ya'ni. Aldanib qolmasliklar uchun. Albatta. Keyingi savol, men 5 vaqt namoz o'qiyman va qilinishi kerak bo'lgan barcha amallarni qilaman, lekin afsuski hijob o'ramayman. Hijob o'rash niyatim bor, faqat turmushga chiqqanimdan so'ng. Bu haqida nima deysiz? Javob uchun oldindan rahmat. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo 5 vaqt namozni doim o'qib yuradiganlardan qilsin. Hammamiz Alloh qabul qilsin ibodatlarimizni. Innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz bizni yomonliklardan, munkar ishlardan to'sadi, tarbiya qiladi. Namoz
tarbiya qiladi insonni. Ya'ni Qur'onda Alloh aytayaptiki, tanha anil fahsha. Fahshdan, munkarlardan namoz nima qiladi? Qaytaradi deyilyapti. Namoz Alloh bilan bog'lanish juda yaxshi narsa. Namoz o'qirganlar, mana Qur'on tilovat qilar ekanlar. Ana shu Qur'onda buyruqlardan ayol kishilarni Alloh taolo o'ranishga buyurgan. O'ranishimiz kerak, ayol kishilar o'ranishimiz shart. Ya'ni bu turmushga chiqquncha kutish kerak emas bu. Kim kafolat beradi turmushga chiqquningizcha yashashga hech kimda nima yo'q-ku, kafolat yo'q-ku. Ha, bilganmisiz? O'sha Alloh taolo badaningni bekitgan joylarni bekitish bilganmisiz? Mana bilmagan bo'lsangiz biling. Ayollar hamma yog'ini bekitish kerak. Mana bildingiz. Ya'ni uni bekitish kerak-da. Alloh taolo ochma degan joyi ochmaslik kerak. Xo'p. Ya'ni kiyimi shakli qanaqa bo'lsa ham bekit deyapti Alloh taolo. Turmushga chiqadigan bo'lsangiz, turmush bu yangi bir hayot. Farzand ko'rasiz, ona bo'lasiz, to'g'rimi? Bu yangi hayotga gunoh bilan qadam bosasizmi? Ibodat bilan, toat bilan qadam bosmaysizmi, masalanda? Bu aksincha yaxshi-ku, yana fazilat yana. Fazilat. Alloh taolo o'ziga yaqin qilsin. Darrov hijobga kirish kerak, ya'ni o'sha o'ranish kerak, ya'ni badanini ko'rsatmaslik kerak, begonalarga ochiq nima qilmaslik kerak. Shunday. Kechiktirish kerak emas. Ya'ni o'sha Allohning toati bizga hamma yaxshilik, hamma barokat, hamma yaxshilik hayotimizda ham, oxiratimizda ham Alloh taoloning aytganini qilishimiz o'sha to'g'ri bo'ladi. Baxt saodatning eng katta kaliti ham shu. Alloh taolo baxt bersin sizga ham, boshqa hamma barcha musulmon qizlarimizga ham. Eshitayotganlarga ham Alloh taolo baxtli oila, yaxshi kuyovlar nasib qilsin, kuyovlarga yaxshi qizlar nasib qilsin. Alloh undan keyin yaxshi hayot qilib o'sha nima deydi, o'zini yo'lida o'zini rozi qilib o'tadigan insonlardan qilsin hammamiz. Amin. Keyingi savol, tayammum so'zining ma'nosi nima? Tayammum so'zining ma'nosi. Tayammum degani tayammum lug'aviy so'zlar, lug'atdagi ma'nosini bu yerda tafsilotni aytmabdilar. Tayammum so'zi arab tilidan keladi. Yammama, ya'ni yuzini bir tomonga qarab burish bir maqsad degan. Tayammum degani bir narsani maqsad qilib ko'zlab borasiz degan. Bu asli arab tilidagi ma'nosi shunaqa. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Endi shariatda tayammum degan bir poklanish bor. Tahoratni iloji bo'lmay qolganda, tahoratdan uzrli qila olmaydi qoldi tahorat. Suv yo'q. Suv ishlatish mumkin emas yoki suvni isitish iloji yo'q yoki suv dushman tarafida yoki suv masalan yirtqichlar tomonidan masalan xullas uzrlar aytilgan nimada. Ya'ni suvdan ojiz bo'lgan inson qalbida niyat qiladi. Bu shariatning bizga bergan yengilligi. Qalbida niyat qilib toza tuproq yoki o'sha yer jinsidan bo'lgan narsaga qo'lini 2 marta urib, yuziga surtib, qo'llariga surtish shuni tayammum deyiladi. Mana shu bilan poklangan bo'lasiz. Niyat qilish kerak, lekin bunda niyat shart. Niyat qilib, ya'ni o'sha tahorat qilinadigan amallar bor-ku. Namoz, Qur'on o'qish, shunga o'xshagan narsalarda ya'ni tahorat qilish iloji bo'lmay qolganda tayammum qilinadi. Tayammum bilan bajaraveradi. Ha, o'shanda ham qasd ma'nosi bor-da, niyat ma'nosi bor. Tuproqqa niyat qilib o'sha yuzlaringizga, qo'llaringizga famsahu bi wujuhikum aydikum bor-ku. O'sha yuzlaringiz bilan qo'llaringizga surting deyilgan. O'shunday qilinadi. O'sha tayammum ma'nosi ya'ni. Asli arab tilida lug'ati shunaqa, nimada shariatda termin istiloh deganda shu ibodat tozalanish bir turi. Keyin u tayammum bilan tahorat bilan qilinadigan hamma ishni qilaverasiz. Tayammum qilishga uzrli bo'lsa, o'sha tayammum qiladiganlar qatorida bo'lsangiz, tayammum bilan namoz ham o'qiyoradilar, Qur'on ham o'qiyoradi, o'sha tahorat bilan qilinadigan hamma ish qilinadi. Rahmat ustoz. Keyingi savol, dunyoviy kasb tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Masalan, arxitektura, dizaynerlik halol kasbmi? Shu orqali odamlarning hojatini chiqarsa bo'ladimi? Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Boshida ham o'sha haligi birinchi savolda ham aytildi-yu, nima to'g'risida? O'sha haligi halol kasb to'g'risida. Kasbingiz o'sha halol bo'lishi kerak, e'tibor beriladigan tomoni. Halol kasb, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, inna atyaba ma ya'kul rajul min amali yadihi. Inson eng pokiza yegani
o'sha qo'li bilan, o'zi qo'li bilan ya'ni o'z mehnati. o'z mehnati bilan yegani. Dovud alayhissalom o'sha qo'l mehnatlari bilan yerdilar deyilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'y boqardilar. Ya'ni yana Dovud alayhissalom haddod bo'lganlar, temir nima qilganlar. Zakariya alayhissalom najjor, duradgor. Xullas mehnat yaxshi, o'sha halol bo'lish kerak, halol. Tijorat qilmoqchi bo'lgan inson bo'lsa, bu yerda tijorat aytmayaptilar-ku. Hamma kasbni shariat tomondagi ko'rsatmalarni bilib olish kerak, o'rganib olish kerak. Tijorat qilmoqchi bo'lgan odamlar bayni o'rganish kerak, albatta. Bu texnika nima deyaptilar? Arxitektura bilan dizayner. Dizaynligi ham. Bular halol kasb. Halol kasb, buni bir harom joyi yo'q. Men bilganimcha ya'ni. Yaxshi niyat qilib ibodat deb qabul qilib qilaveradilar. Inshaalloh. Jamiyatga kerakli bo'lsa inson iqtidorga qarabda ba'zi paytda inson o'zaliga qila olmaydigan narsaga ham harakat qilib qo'ymasa, ya'ni xalqiga kerak bo'ladigan, endi bu tomoni moddiy tomon o'zi nima deydi? Ehtiyoj. Mijozlarga qarab deydi, o'sha talabga qarab kasb tanlanaveradi. Qaysinisi munosib bo'lsa, Alloh taolo yengildan, haloldan, barakatlidan bersin deb bo'laradi. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Namozda katta suralarning orasidan oyatlar o'qisa bo'ladimi? Masalan, Yosin surasining 4-5 oyatini o'qsam bo'ladimi? To'liq emas, suralarning ichidagi ba'zi oyatlarini deyaptilar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qur'onda nimada namozlarda zam sura qilinadi. Zam sura qilish vojib. Zam sura deganda o'sha zamda Fotihadan keyin o'sha farz namozlarda birinchi, ikkinchi rakatlarda, sunnat namozlar, nafillar hammasida. Sunnat nafil namozlari hammasida o'qiladi. Eng kamida uzun oyat bo'lsa, 1 oyat. Qisqa oyatlar bo'lsa, 3 oyat deyilgan. Uni qayerdan bo'lsa o'qilaveradi, bo'laveradi, zarari yo'q. Zarari yo'q. Joiz ya'ni. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Mashinada ketayotganda namoz vaqti kirib qoldi. Namoz o'qisa bo'ladimi? Mashinada o'tirgan holatda. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Namoz farz namozlar tushib o'qish kerak. O'sha mashinani bir joyga to'xtatib, bir chekkaga o'sha joy namoz solib o'qish kerak. Uzoq yo'lda bo'lsa, o'sha mo'ljal qilish kerak-da. Odam chiqishdan oldin o'sha e'tiborga namoz hisobini olib. Namoz hisobiga olish kerak. Ayniqsa katta shaharlar bor-ku. Moskvalar, masalan, yoki Istanbul yoki masalan Koreyalarda juda ham bunaqa. Yo'lda qolsangiz. Yo'lda qolib ketadi. O'shani hisobini olib chiqish kerak inson. Mabodo shunaqa vaqt bo'lib qolsa, yo'q holat bo'lib qolsa, shu o'qish kerak. Shu o'qiladi. Shu o'qiladi, ha. Bu yoqda ustozim yana bir yengillik jihati bo'lishi mumkinmi? Masalan, namoz vaqti kirsa deyaptilar-da. Masalan, kirishi bilan o'qib olish ham o'zi shart emas-ku. Agar namoz vaqti qazo bo'lmaydigan darajada manzilga yetib borsa, albatta borib o'qiydi. Boshqasi bor. Ya'ni namoz vaqtida. Namoz vaqtidan chiqib ketmasa bo'ldi. To'g'ri aytasiz. Peshin namozi masalan 2 soat, asr namozi ham hozir ancha, ya'ni kun uzayyapti. Bo'laveradi o'sha. Ya'ni manzilga yetib olish ko'z yetsa, yetib, tushib o'qish kerak. Namozda tikka turish farz. Farz namozlarda qiyom farz. Tushib qiblaga qarab o'sha o'qish kerak namoz. Ba'zi ko'proq yo'lda yurgan vaqtimizda shu o'qishdaligimizda ham ko'proq yosh katta va bo'lib ham ko'proq onaxonlardan kuzatardik. Namoz vaqti kirishi bilan o'tirgan joyda shartta o'qib olardi. Yo o'sha yo'lda to'xtatishga ko'zi yetmaydi, hech bo'lmasa yoki harakat qilinmaydi yoki shu mumkin-ku degan narsani oladi-da ba'zida bilmadi kerak, juda ham ilojsizlikdami? Endi hozir notinchlik payt emas, urush mahallari emas yoki o'rmonda bir joyda qolib ketgan emas. Zarurat holati emas hozir. Yana ham hozir yengillik bo'lyapti-yu. Ko'chada masalan faqat masjidlar emas, ya'ni oshxona, choyxonalarda ham haligi namozxonalarda imkon bo'lyapti hozir. O'shaning uchun Allohdan so'rab bu baxt e'tibor berish kerak. Alloh muvaffaq qilsin. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Xo'p. Bir do'stim 5 mahal namoz o'qiydi, lekin zino filmlaridan qayta olmayapti. Har ko'rgandan keyin Allohdan kechirim so'raydi, lekin qayta olmayapti. Bundan qanday qutulish mumkin? Biror yo'li bormi? Ya'lamu kha'inatal a'yuni va ma tukhfi sudur.
o'sha xiyonatchi ko'zlari Alloh biladi, qalblar yashirganini biladi deyilganda, ya'ni hozirgi vaqtdagi eng katta balo bo'ldi shu narsa. Bundan Allohdan panoh so'rash kerak, Allohdan iltijo qilish kerak. Yo'li o'sha narsani sabablarini kesish kerak odam. Kesish kerak o'shaning sababini. Ya'ni nima deb bo'lyapti o'sha masalan, kompyutermi? Kompyuterni hammani oldiga olib chiqib qo'yish kerak. Ya'ni hamma ko'radigan, ya'ni nima deydi masalan, zalga, ya'ni hamma o'tiradigan joyga qo'yish kerak-da. O'sha zal deymiz, mehmonxona deymiz. Mehmon, ota-onalar bor masalan, o'shalar oldida. Insonlar ko'rib qolsa hayo qilamiz-ku, masalan, uyalib ketamiz o'sha narsani ko'rayotgan, to'g'rimi? Qanday Alloh taolodan hayo qilmaymiz? Alloh taolodan ko'proq hayo qilishimiz kerak. Bu ko'z ne'mat. Qancha odam ko'r bo'lib yotibdi, to'g'rimi? Ko'ra olmaydi. Bu ne'matni Alloh taolo olib qo'ysa nima qilasiz? Yoki o'sha narsani ko'rayotgan vaqtida joningiz olsa nima qilasiz masalan? O'sha gunoh bilan ketish xohlaysizmi? Keyin bu shunaqa yomon narsa, ulamolar aytadiki, yomon narsaki, to'ymaydi inson. Ya'ni sho'r suv ichganda ketaveradi yani. Ulamolar shunaqa deydi, befoyda. Ya'ni undan bir o'zini qondirib, xuddi sho'r suv ichganda ichaveradi, to'ymaydi-yu, shuni singan. Haligi aroqqa berilganlar ham aytar ekan, birinchisini lazzat uchun ichdik, ikkinchisini bosh og'rig'ini qoldirish uchun ichdik deb. Mana shunday qilib mukkasidan kirib ketadi inson. Gunohni o'sha boshidan kelayotgan vaqtda kesish kerak. Bu kishiga ham, boshqalarga ham nima? O'sha xayol, birinchi shayton xotira deydi, xatara. Ya'ni xayolga keltiradi birinchi shayton. Fikr tashlaydi, xayolga keltiradi. Fikrdan ham oldingisi u. Fikrdan ham oldin bir narsa tashlaydi. O'sha vaqtda auzu billahi minash shaytonir rojim deb Alloh taolo ko'rib turibdi deb o'sha sabablarni qilib qochish kerak, u narsadan. Uni unga indamasangiz fikrga aylanadi sekin u. Bir tashlagan vasvasasi fikrga aylanadi. Fikrga aylangandan keyin qilmasa bo'lmaydi deb keyin qaror qiladi inson. Undan keyin o'sha ish qiladi, keyin takrorlaydi. Takrorlagandan keyin odat bo'lib qoladi, qiyin bo'ladi chiqish. O'shuning uchun oldindan kesish kerak. Har safar bo'lsa ham o'sha sabablarni qilish kerak. Aytdik-ku hozir. O'sha hammani oldiga olib chiqib qo'ysin o'sha jihozni. Telefonlar tashqarida qoldirib uxlash kerak. Biz so'ralamiz bu narsalar haqida. Ya'ni a'zolarimiz haqida so'ralamiz. O'zi aslida masalan to'g'ri yaxshi narsani ko'rib masalan kitob o'qiydiganlar boshqasi bor-ku, shunda ham odamlar ko'z ketib qolyapti-yu. Uning ustiga gunoh bo'lsa, insonning aqlini ham rasvo qiladi shu nimalar. Ya'ni qarangda, hamma tomondan buziladi. Aqli buziladi, zehn ketadi, ko'z nuri ketadi, gunohlardan tashqarilar bular. Ya'ni o'zini inson nima deydi, to'g'ri yo'nalishga ham boshlamay qoladi-da. Qancha kuyganlar bor bundan. Uylanish kerak. Uylanmagan bo'lsa inson darrov uylanish kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ku sababini. Ya'ni ko'chada bir ayolni ko'rsa, darrov uyiga borsin, uyga borib ayoli bilan o'sha nima qilsin dedilar. O'sha ko'chada ko'rgan ayol ham o'sha ayol, uydagi ayoli ham ayol dedilar. Ya'ni shahvatini o'zini halol yo'l bilan qondirsin. Ayol kishi bo'lsa turmushga chiqish kerak. Darrov turmushga chiqqan odam kelmayotgan bo'lsa, uyati yo'q. E'lon qilish kerak. O'sha ota-onalari, aka-ukalari e'lon qilish kerak. Unga bunga aytib, mayda qiz bor, falonchi bor, shuni nikohga berish kerak deb, o'sha yaxshi inson bo'lsa, uni mol dunyosi, iqtisodi yoki chiroy chimmatiga qarab turmasdan chiqish kerak inson. Ya'ni insonning qo'lida bo'lmagan bu shahvatlar birinchi iloji halollab qo'yilgan nikoh. Shunday. Unga bo'lmasa boya aytganingizdek. Yaqinda bir narsa o'qib qoldim. Masalan, qarangda, bir inson qo'lini olovga tiqsa-da, masalan, qo'lini olovga solib turib, "Ey Alloh, meni kuydirma" desa. Nima degani endi u? Mantiqsizlik. O'sha sen o'shanda olovdan qo'lingni tortgin. Ya'ni inson qo'ldan keladigan ish qilish kerak-da. O'shanga mas'ulmizda. Men duo qildim, sen qutqarma, unaqa bo'lmaydi-da. Biz gunoh qilganimiz bilanchi Alloh taologa hech qanday zarar bera olmaymiz. Alloh taolo butun dunyodan behojat zot. Bizni imtihon uchun yaratgan. O'shuning uchun imtihondaligimizni unutmaylik-da. O'zimizga uni zarar. Shunday. Alloh isloh qilsin. Men yana farishtalar bor masalan, farishtalardan uyalish kerak inson. Kelajagini o'ylash kerak inson.
bu narsa zararligini o'ylasa yo zararlarini qanchasini aytildi-yu. Ha. Yana bir hayratlantirgan, ya'ni xursand qilgan narsalardan bittasi buni do'st o'laroq g'amxo'r bo'lib aytayotganlari. Ha. Ya'ni mana Do'stim shunaqa qiladi deb. do'stim deb bu kishi, ya'ni u kishiga ilinyaptilar, yaxshiligini qaytaryaptilar-da. Alloh taolo shuncha ne'mat berib qo'yibdi, ya'ni solih do'st. Boshqa qadrlash kerak ekan. Namoz o'qilyapti ekan masalan, namozlar nimasi bo'lish kerak-da. Ta'siri. Alloh isloh qilsin. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Yoshim 20 da, Koreyada tahsil olaman. Ikkita savol yo'llabdilar bu kishi. Birinchi savolim, diniy bilimlarni chuqurroq o'zlashtirmoqchi edim, ammo chet elda bo'lganim sababidan biror ustoz oldiga borib tahsil olish uchun sharoit keng emas. O'zim Shayx Muhammad Sodiq hazratlarining ba'zi bir kitoblarini o'qiyman hamda ma'ruzalari eshitaman. Islomga umuman dinga kirishni qaysi kitobdan boshlab o'qib davom ettirish mumkin? Chunki duch kelgan kitobni o'qib ma'nolariga yaxshi tushunmay turib o'zimga amal qilib olishdan qo'rqyapman. Shuni amal o'laroq o'zimga odat qilishdan qo'rqyapman deyaptilar. Savollarning ikkinchisi, shuni qaraylik bitta. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ilm yo'li ajoyib yo'l. Ummatga, millatga foydali inson bo'ling. Yurtimiz ravnaqiga xizmat qiladigan halol inson bo'ling. Alloh taolo ziyoda qilsin. Bu din, Allohning dini qiyomatgacha davom etadi. Sidqi dildan izlagan odam topadi. Ya'ni o'sha o'rgatadigan odamda u bunaqa narsalar yo'qlik paytida odamlar dalalarga borib, bekinib yurib o'qigan. Bizga savollar yetib kelganini ayting. Ha, bizgacha qarang hozir to'g'ri. Bu katta ne'mat hozir. Hozir internetda har qanday masalan insonni asosiy ibodatiga kerak bo'ladigan, masalan, iymon e'tiqodimizni o'rganishimiz kerak. Iymon e'tiqod, Alloh taoloni tanish, payg'ambarlar, farishtalar, qiyomat, qazoy qadar, yaxshi yomoni bular haqida batafsilroq dars qilib nima qilinadi. Xudo xolasa o'rganish kerak buni. Undan tashqari ibodatlar. Bu kishi hozir musulmon, Allohga iymon keltirgan. Ibodatlar nimada bor masalan? Eng birinchi ibodat namoz. Namoz haqida qancha ko'rsatuvlar qilinyapti. Internetda juda ham ko'p ko'rsatuvlarda tekshirib, kuzatib, O'zbekistonda ham bor, to'g'rimi? O'sha nima qilsa bo'ladi. Har bittasini, ya'ni detalniy deydim turklar. Ya'ni tafsiloti bilan, ya'ni qadam qilib o'rgatilgan. O'rganyapmiz-ku internet orqali ingliz tilini ham, to'g'rimi? Zo'r u ham, lekin o'shani qatorida bu albatta Allohning farzi, o'rganish kerak. Hozir uzoqdan muloqot bilan darslar boshlandi masalan. Ya'ni dars olib, dars topshira olasiz. Shunaqa platformalar bo'lyapti-ku, to'g'rimi? Hozir ustozlar borishyapti talabalarnikiga. Mana shu internet orqali. Shunday. Shuning uchun izlasangiz topasiz inshaalloh. Safarlaringiz bexatar qilsin. Ilmingiz Alloh kuchli olim bo'lib, ya'ni eng zo'r olim bo'lib kelish nasib qilsin. Amin. Ya'ni din ulamolaridan ham topib o'rganing. Amin. Amin. Ikkinchi savollar. Ikkinchi savollari, avvallari diniy kitoblardan tashqari chet el yozuvidagi chet yozuvlarga oidmi ajratmay o'qib ketaverar edim. Ammo hozirgi vaqtlarda kitob olayotganimda hayolimga duch kelgan kitobni olish ham, o'qish ham to'g'rimikan degan narsa keladi. Sababi chet el yozuvchilarining dini, yo'nalishlari, hayot tarzi musulmon insonlarnikidan farqli bo'ladi. Ular hayotidan kelib chiqib yozgan asarni o'qib, o'zimiz qanday xulosa chiqarishimiz kerak debdilar. Oldingisi ham kitoblar haqida so'radilar, ha? Oldingi savollarda ham kitoblar. Bu yoqda diniy. Diniy kitoblarni ham diniy bular haqida surishtirish oson. Endi musulmon bo'lmaganlar yozayotgan narsa, musulmon bo'lmaganlar yozayotgan kitoblarga keladigan bo'lsak, bularni bir taqsimlab olsak, musulmon bo'lmagan birinchi shuni aytishimiz kerakki, o'sha g'arb, ya'ni g'ayri musulmon, g'ayri din bo'lganlar musulmonlardan ilg'or. Chunki bu dunyo sababga bog'liq. Sababini qilgan odamga Alloh beraveradi. U kofirmi, yahudiymi, jugutmi, xristianmi, buddistmi, harakatini qilgan odamga Alloh beraveradi. Ya'ni o'sha yozish qobiliyatini, ilmni beraveradi. Ya'ni g'arb
bizdan qancha oldindaligi aniq endi u narsani aytib o'tirish hojat yo'q, to'g'rimi? Ha. Oldin ya'ni. Ko'rinib turibdi o'zi. Ha, ya'ni ulardan hozir ko'p o'rganilyapti, ya'ni o'sha Taraqqiyot. taraqqiyot, o'sha ingliz tilini, boshqasini o'qigan, ya'ni mantiq o'qitadi, boshqa xullas, ya'ni aqlga oid ko'p narsalar o'qitadi. Endi ular yozayotgan narsalarni bir taqsimlab olsak-da, agar o'sha yozayotgan narsalar faqat moddiy narsalar bo'lsa, ya'ni dunyoga taalluqli narsalar bo'lsa, moddiy narsalar bo'lsa, ya'ni texnika, matematika, fizika, ximiya, shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, endi bu hamma insonlar bunda mushtarak. Hammamiz, butun insoniyat bir-biriga xizmat qilaveradi. Uni bemalol olib o'qilaveradi. To'g'rimi? Ya'ni sirf, ya'ni xolis o'sha moddiy narsalar yozilgan bo'lsa, ular biznikini o'qib yotibdi-ku. Masalan, tibbiyot, qonun masalan, to'g'rimi? Yoki G'azoliyning nimalarini boshqa. Xullas Ibn Xaldunning muqaddimasi qancha foydalanadi. Al-Jabr masalan. Xullas Al-Xavorizmi bizdan foydalangan singari ularnikidan olinaveradi. Bu o'sha sirf xolis dunyoviy narsalarda. Endi dunyoviy bo'lmagan narsalarga keladigan bo'lsak, yoki dunyoda desam moddiy bo'lmagan narsalarga kelsak, diniy bo'lsa, endi ular dini uchun tish tirnog'i bilan harakat qilyapti. Ya'ni finans zo'r, to'xtamay, ya'ni mustamlakalardan haligi so'miradi deydi-ku. So'rib, boshqa qilib, to'xtamay harakat qilib yotibdi. Botili uchun diniy narsalarni o'qish mumkin emas endi bular. Ke o'qib ko'ray. Bir kuni bir qarindoshimiz nima qilib kelibdi. Tarqatishganda shuni O'zbekistonda. Nima deyapti? Injil Sharif deb yozib qo'yibdi. Injil Sharif. Ya'ni Qur'oni Karim Injil Sharif deb yozib qo'yibdi. Shunaqa qilib tarjima qilib tarqatishyapti-da. Bularni o'qimaslik kerak. Iso alayhissalomning kitoblari qolmagan. Yo'qolib ketgan. Hozirgi hammasi tarjima. Tarjimaning ichiga ham qancha tiqib yuborilgan, buzilgan. O'shaning uchun diniy narsalarni g'ayri dinlarnikini bir tanishib qo'yadi deb ham o'qimang. O'qimaslik kerak. Ayniqsa o'zini dinini yaxshi bilmasa yana ham. Shunday, ya'ni o'ziga himoyasi bo'lmasa. Endi bu diniy bo'lmagan, lekin insonning ma'naviyatiga doir falsafalar bo'lishi mumkin, axloq bo'lishi mumkin, badiiy adabiyot. Adabiyot ham shunga kiradi, to'g'rimi? Adabiyot. Bu narsalarda endi har bittasini o'sha olayotgan kitobni surishtirish kerak. Har bittasini alohida. O'sha bilgan mutaxassislardan, boshqasidan surishtirib, boshqa qilib, ya'ni axloqsizlikka chaqirayotgan kitoblar qancha? Ya'ni yomon kitoblar ko'pda xullas. Misol aytib o'tirish hojat yo'q edi. Xullas o'zimiz tilda ham bunaqalar ko'p. Bu yoqda keladigan bo'lsangiz yoki o'sha mafkurani buzadigan, e'tiqodsizlikka chaqiradigan, iymonsizlikka chaqiradigan undaylardan o'ta ehtiyot bo'lish kerak. Bunaqa bo'lmagan taqdirda ham axloq boshqasiga ta'sir qilmaydiganlarni o'qish kerak-da. Ya'ni bu xulosa o'sha har bitta olayotgan kitobni mutaxassisdan maslahat qilib oling. U kofirlar hatto sharqshunoslar bizning dinimiz haqida ham yozadi. Qarang, o'zi bizning dinimizni bizdan yaxshi o'rganishadi. Chunki dushmanni yaxshi o'rgandiydi-da. O'shaning uchun ular ham masalan bulg'ab yozishga harakat qiladi. Payg'ambarimiz sha'nlarida noto'g'ri narsalar yozadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun. Rahmat ustoz. Keyingi savol, bomdod namozida 2 rakat sunnat va 2 rakat farz bor. 4tasi ham o'qiladimi? O'qiladigan bo'lsa, sunnat namozi tugagach Allohu akbar deb farz namozi boshlanadimi debdilar. Ustoz, ruxsat bersangiz, bularga biz ko'rsatuvlar qilgandik Registon kanali orqali. Namoz qanday o'qiladi yoki bomdod namozi qanday o'qiladi desangiz, Registon kanalida, YouTube kanalida har bitta o'sha namozdagi amallar amaliy tarzda qilib ko'rsatilgan. O'ylaymanki, batafsilroq javob oladilar unga. Hozir ham aytib qo'ying. Alohida deb. Unga siz javob bersangiz bo'lmasa, bomdod namozining 2 rakat sunnat, 2 rakat farzi bor. 4talasi ham o'qiladimi deyaptilar birinchisi, keyin o'rtasida ajratib o'qiladimi? Farzni Allohu akbar deb boshlaydi deyapti. Albatta, ya'ni farz boshqa, sunnat boshqa. Farz namoz nihoyatda qat'iy buyurilgan, Alloh taolo buyurgan. Sunnat namoz o'sha farzlarning muqaddimasi. Bomdodda 2 rakat sunnati bor, 2 rakat farzi bor. 2 rakat sunnat, 2 rakat farzi. Bomdodning sunnatini payg'ambarimiz safarlarda ham qoldirmaganlar. Sunnati muakkada. Bomdodni
bomdodda 2 rakat sunnati xoyrun minad dunya va ma fiha deganlar. Dunyodan ham hammasidan yaxshi deganlar. Bomdodni farzini o'qigan odam Allohning zimmasida bo'ladi deganlar, Allohning himoyasida. Albatta 2 rakatdan ajratib o'qiladi. 2 rakat sunnatda niyat qilib 2 rakat sunnat o'qiysiz. Bomdod vaqti kirgandan keyin salom berasiz. Undan keyin takbir deganda bu yerda iqomatni aytyaptilarmi? Iqomatni aytayotgan bo'lsalar, takbir tushiriladi, takbir aytiladi. Ya'ni Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh 2 marta, ashhadu anna Muhammadar rasululloh, hayya alas salat 2 marta, hayya al falah 2 marta. Qad qomat salat, qad qomat salat, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh bilamizki, to'g'rimi? Undan keyin farz niyat qilib 2 rakat farz o'qiladi. Bo'ldi. Rahmat ustoz, aylamanki qisqacha nima bo'ldi? Qolganiga boya aytilgandek bo'lmasa. Hozir ko'rsatuv ko'rsinlar. Hozir men tomoshabinlardan uzr so'rayman, bilmayman qanchalarga ishlayapti. Bizga bu binoni oldida ta'mir boshlandi shekilli. Ishlayapti. Nimalarimizdan so'raymiz? Davom etamizmi yoki xalaqit qilyaptimi? Davom etamiz. Yaxshi. Ovozda xalaqit qilish yo'q ekan. Rahmat. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Odam ochlikdan o'lmay qolish uchun cho'chqa go'shti yoki spirtli ichimliklarni to'yib iste'mol qilmaslik sharti bilan yeyish haqida Qur'onda oyat yoki biror bir hadis bormi? Agar inson u narsani harom deb yemay ochlikdan o'lsa, o'z joniga qasd qilgan bo'ladimi? Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qur'onda o'sha harom qilingan narsalar aytilgan oyatlar bor, agar Qur'on bilsalar. An'om surasida ham bor. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. Nima sizlar bismillah deb aytilgan narsani yemayapsizlar? Holbuki sizlarga harom qilingan narsalar batafsil aytib berildi-ku. Illo o'sha majbur bo'lib qolganingizda o'sha harom ham halol degan bu sura An'omda bor. An'om surasi. An'om surasining nechinchi sura bo'ladi? Fotiha, Baqara, Ol Imron, Niso, Moida, An'om. Nechi bo'ldi? 9-sura bo'ldi. An'om surasida bor. Hozir oyat raqam ismi kelmayapti. Undan oldin Moida surasida ham bor. Moida surasida ham. Moida surasida hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmu faman turra. Undan keyin o'sha oyat oxirida boshida sura Moidani hujjat so'rayaptilar, to'g'rimi? Bosh sura Moidani boshida, ya'ni birinchi bet bu yoq bo'lsa, bu yog'idagi oyat boshida hurrimat alaykum deb boshlanadi. Sizlarga harom qilingan hayvonlar deb aytilgan. Yiqilib o'lgan hayvon, o'sha harom bo'lib qolgan hayvonlar aytib, oxirida faman yuzturra, kim zarurat holatiga tushib qolsa, fi mahmasatin, ya'ni o'sha ochlik holatiga tushib qolsa, g'ayra mutajanifil ismin, o'sha gunohga moyil bo'lmagan holda unga bundan mustasno halol deyilgan. O'sha oyat bor. Ya'ni bu ulamolar ijmo qilgan-ku bunga, ya'ni ulamolar emas, bil ittifoq aytilgan. Ya'ni ochdan o'layotgan odam albatta o'shani iste'mol qilish kerak. O'shani iste'mol qilmasdan o'lsa joniga qasd qilgan bo'ladimi? Buni bilmayman, lekin gunohkor bo'ladi. Gunohkor bo'ladi. Ya'ni joniga qasd qilgan darajada, ya'ni o'zini o'zi o'ldirgan chalik bo'lmasa ham, lekin gunoh bo'ladi. Ruxsatdan foydalanish. Ruxsatdan foydalanish kerak. Ruxsat berilgan, Alloh taolo halol qildi. Rahmat ustoz. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Men namoz o'qishni o'rganmoqchiman. 17 yosh bo'ldim. Shu vaqtgacha o'qilmagan namoz qazolarini nima qilaman? Keyin yana namozni qayerdan o'rgansam bo'ladi? Duolarni yodlashim kerak. Avvaldan rahmat debdilar. Bularga ham ustoz sizdan javob istaymiz. 17 yoshga to'ldim. Shu vaqtgacha o'qilmagan qazo namozlarini nima qilaman debdilar. Bu kishiga ham boya aytilgandek, keyin ko'rsatuvlarga o'sha Registon kanali orqali tahorat qanday qilinadi, namoz qanday o'qiladi, bomdod namozi qanday o'qiladi. Mana shu uchala lafzni ham lotincha shaklda yozsa, amaliy ko'rib bo'lsalar bo'ladi. 17 yoshga to'lgan yigit, demak balog'at yoshidan biroz o'tgan. Shu kishi oldinda o'qilmagan namozlarni qanday o'qiydilar? O'qiladi, hammasini o'qiladi. Farzlarni o'qiladi, albatta. Farzlarni o'qish kerak, hammasi farz, vojiblarni o'qish kerak. Har bittasi, ya'ni aniq kunlarini bilsalar, o'sha kunlari bilan o'qiydi, bilmasa chamalab taqriban mana shuncha bo'lsa kerak deb o'qiladi. O'qish kerak ularni. Taqsimotini o'zlariga ko'ra o'zlari qilaveradi. Ya'ni bu kishi tartib emas. Xohlaganday qilib qachon bo'sh vaqt topsalar o'qiveradilar. Birinchi hisoblab oladilar. Masalan, necha kunlik bomdod qolgan, necha kunlik peshin qolgan, hammasini hisob-kitob qilib
Ya'ni tartib bo'lishi shart emas. Ya'ni bomdod, peshin, asr, shom xuftan qilib o'qishlari shart emas. Ya'ni bu ixtiyor o'zlarida. Shunday qilib masalan men falon chisladan falon chislagacha o'qimadim degan nima bo'lsa, birinchi o'sha falon chislanikini bitirdim mana deb o'chirib masalan. Yoki hamma bomdodlarni o'qib olib, hamma peshinlarni o'qib olib, hamma asrlarni shunday qilsa ham bo'ladi. Rahmat ustoz. Keyingi savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tug'ilgan kunni nishonlasa bo'ladimi? Va tug'ilgan kunga borsa bo'ladimi dedilar. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Tug'ilgan kun haqida ko'p oldin ham so'raldi-yu. Ya'ni oldingi o'sha fatvolarda ham bor, o'zimizdagi ulamolar aytishgan, hazratda ham fatvolar bor-ku, musulmonlar odati emas. Tug'ilgan kunni qilish musulmonlar odati emas. O'shuning uchun qilmagan yaxshi, bormagan yaxshi o'sha joylarga. Vaqt ketkazadi, ya'ni sarf xarajat oshiqcha isrof bo'ladi. O'shuning uchun bormagan yaxshi. Juda ko'pchilik ulamolar bormasin deydi. Rahmat ustoz. Keyingisi. Oshqozonida gastrit muammosi bor odamlar Ramazonda ro'za tutsa bo'ladimi? Gastrit endi yazva emas-ku. To'g'rimi? Yallig'lanish. Hatto yazva bo'lsa ham masalan, ro'za islomdagi o'sha rukunlardan bittasi. Islomda 5 ta poydevori bor degan bo'lsak, o'sha poydevor butunlar, ya'ni rukunlardan bittasi. Uyni 4 ta burchagi bo'ladi-ku, masalan, ushlab turadigan eng asosiy umurtqasi. Ro'zani Alloh taolo farz qilgan. Bee'tibor bo'lmaslik kerak ro'zaga. Bir kun qasddan buzsa qancha shtrafi bor uni, ya'ni o'sha jazosi bor-da. Ya'ni bunga bee'tibor bo'lmaslik kerak. Keyin qodir bo'lsa inson, qodir bo'lsa, ya'ni og'rib tursa ham kuchi yetadimi tutsa. O'sha jamoat bilan, hamma bilan birga tutib olgani yaxshi. Hamma odam ovqat yeb yurgan paytda tutgandan ko'ra qazosini qilaman debdi. Hamma bilan birga tutgani yaxshi. Kuchi yetsa, kasali kuchayib ketmasa, tuzalishi uzoqqa cho'zilmaydigan bo'lsa, masalan, o'sha tutsin odamlar bilan birga. Qanday barakotlar yog'iladi ro'za. Ro'za hamma millatda bor, hamma ummatda bor, hamma dinda bor ro'za. Aytdim, ro'zani ya'ni islom rukunlaridan. Man soma Ramazon imanan va ihtisaban g'ufir lahum. Kim Ramazonni Allohga iymon keltirgan, iymoni borligi uchun, Alloh buyurgan deb, Alloh menga ajr beradi deb umid qilib tutsa, nima dedilar? Hamma gunoh kechiriladi. Bir kun ro'za tutgan odam 70 yillik gunoh, 70 yil jahannamdan uzoq bo'ladi deyilgan. Sabr. As-sawmuli, Alloh aytayaptiki, bandani amalini 7 misl, 10 mislidan 700 gacha ko'taraman deyapti. Lekin ro'zaga o'shaqa miqdor aytilmadi. Fa innahu li, Alloh men uchun deyapti ro'za. Men uchun tutasan deyapti uni. Mukofoti. Ya'ni Alloh bunda xolislikka ishora borda bu yerda. Men uni mukofotini. Hozir masalan qarangda, yaqinda bir ajoyib nima ko'rdim. Shu akamizga ham bir turtki bo'lsa, masalan bir sizni 5 yashar bolangiz dada sizga xayolingizga kelmagan sovg'am bor desa, nima deb faraz qilasiz? Farazanda. Xayolingizga kelmagan bitta sovg'ani aytingchi. 1000 so'm puldir. 2000 so'm puldir. Masalan, o'g'lingizda 1000 so'm pul bo'lmasa kerak-ku. Masalan, shokolad bo'lishi mumkin, juda zo'r narsa, gul bo'lishi mumkin. Endi bir savdogar odam shunaqa dedi. Sizga bir atagan sovg'am bor. Juda ham zo'r dedi masalan. Nima deb o'ylashingiz mumkin? Eng qimmatbaho telefon tushunishingiz mumkin. Yoki bir chiroyli brend kiyim tushunishingiz mumkin. Xullas, bir ajoyib sovg'a kutasiz masalan, to'g'rimi? Endi shahar meri aytsa yoki davlat prezidenti shu gapni aytsa. Ya'ni siz xayolingizga kelmagan sovg'am bor sizga desa masalan, nima deb o'ylaysiz? Uy berar. O'sha masalanda Alloh taolo Robbul alamin, butun olamlarning Robbisi, podshohlarning podshohi, yer osmon uniki, dunyo oxirat uni mulki. Alloh aytayaptiki, mukofoti menda deyapti. Uni aytmayapti u yog'ini. Fa innahu li, men uchun tutyapti. Chunki ro'zada odam bekinib bir narsa yeb olishi mumkin. Bekinib ham yemayapti. To'g'rimi? Demak, Alloh uchun buniki. Buni mukofotini men beraman dedi.
Ramazonga Alloh yetkazsin. Ha endi o'shaqa jiddiy kasal bo'lsa inson yoki masalan yozda kelyapti mana Ramazon, ya'ni to'g'rimi? Yani issiq vaqtlarda kunlar uzayyapti-yu. O'shaqa uzrlar bo'lsa, musulmon doktorlar o'sha tutmaganingiz yaxshi degan gapni gapirsa, aniq zarar bo'lishini bilsa, keyin qazosini o'sha qisqa kunlarda qishda qilib bersa ham bo'ladi. Qazo ham qila olmaydigan, ya'ni qazosini ham tuta olmaydigan o'sha tuzalmas kasal bo'lsa, unda fidyasini beradi. Bu endi fiqhda o'tilsa kerak inshaalloh. Yani tuzalishdan umidi bo'lmasa-da. Ha, tuzalishdan umidi bo'lmagan odamlar fidya beradi. Rahmat ustoz. Keyingi savol, men oldin hech yomon va behayo yo'ldan yurmas edim. Negadir yolg'izlik yoki ishsizlikdan yomon yo'lga duchor bo'ldim. Namoz o'qiyman va xato qilaman. Qisqasi gunoh qilib qo'yaman. Bu behayolikdan qanday qutulsam bo'ladi? Yo'q. Gunohdan qutulish yo'llari o'sha muroqabatullohni kuchaytirish kerak. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Shoshilib ketdimmi? Gunohdan qutulish yo'llari o'sha Alloh taoloning nazoratini his qilish kerak. Allohni taniylik, ya'ni dinimizni o'rganaylik. Keyin bo'shlik bor bu kishida hozir. Bu ishsizlik deyapti-ku, to'g'rimi o'zlari? Ishsizman deyapti. Yana nimani aytdi? Yoshlik. Bir she'r bor edi. Innal faragha inna shababa wal faragha wal jida mafsada lil shabab, ay mafsada degan. Ya'ni inson bo'sh bo'lsa, puli bo'lsa, yosh bo'lsa, bu insonni buzadi. Band bo'lish kerak odam. Ilm oling. Ya'ni millatga, ummatga olim kerak. Xoh diniy, xoh dunyoviy. Sizda imkon bor hozir. Odamlar axlatdan non olib yeyapti hozir. Axlatdan non olib yeyapti yoki loyqa suvlar ichayotgan rasmlarni ko'rmayapmizmi? O'sha bizning ummat o'shalar. Hozirgi holatingizni shukronasi qayerda qoladi? Shukr ne'matni bog'laydi. O'zingizda mavjud bo'lgan ne'matni shukr bog'laydi. Yo'q ne'matni yana jalb qiladi. O'zingizga olib keladi. La in shakartum la azidannakum. Alloh aytayaptiki, qasam ichib aytayapti. Qasam bilan aytayapti Alloh. Shukr qilsang ko'paytamiz. Shukr nima bilan bo'ladi? E'tirof qilaylik qalbimizdan, ichimizdan e'tirof qilaylik. Ya'ni Alloh shuncha ne'matlarni berding deb, o'sha ne'matlarni olib qo'ysa nima qilasiz hozir? Keyin shukr til bilan bo'ladi, alhamdulillah. Dildan o'sha narsani e'tirof qilamiz, tilimizda Allohga hamd aytamiz, maqtovlar aytamiz, sano aytamiz. Robbim qanday mehribonsan deb. Undan keyin o'sha a'zolarimizni haromga ishlatmaslik kerak-da. Inson gunohkormiz, hammamiz banda, tavba qilish kerak. Gunoh qilgan sari tavba qilaverish kerak. Shayton shunaqa vasvasa qiladi, masalan, ya'ni bo'ldi sen tugading deydi. Noumid qilishga harakat qiladi. Tugading, Alloh seni kechirmaydi, shunaqa rasvo odamsan deb shunaqa tomondan ham keladi, qarang. Shaytonda, shuning uchun buning uchun ilm olishimiz kerak, shariatimizni o'rganishimiz kerak-da. Ilm ibodatning eng kattasi. Hozir kecha bir nima eshitdim, bir katta olim nimalarini. Sizga hozir 5 minut, 10 minut vaqtingiz qoldi. Qaysi ibodatni qilasiz desa ilm deyapti. Imom Shofiydan, o'sha katta eskilardan naql qildi. Hozir sizga 10 minutdan keyin bo'ldi, tugaysiz. Sizga ijro qilinadi yoki joningiz olinadi degan ma'lumot kelsa, ilm ol deyapti. Bo'sh vaqtdan foydalanmaysizmi, birodar? Bo'sh vaqtda ilm olish kerak. Keyin o'sha sabablardan, o boshda ham aytildi, boshqa savolga ham. Sabablardan qoching. Sabablardan, o'sha gunohga olib borayotgan sabablar ko'radigan narsa bo'lsa ham, keyin o'sha shahvatingizni qondiradigan ish qiling, ya'ni halol yo'l bilan uylaning. Uylanish kerak. Ya'ni uylanib, oila qilish kerak. Yolg'izlik ham debdilar o'zi. Yolg'izlik yaxshi emas. O'sha yaxshi insonlar bilan ko'ringlar, hozir insonlarga yordam berayotganlar qancha. O'zingiz to'q bo'lsangiz, masalan, ishlab nima qilaman, pulim yetarli deydigan bo'lsangiz, qiynalayotganlarga ish topib bering. Xullas, inson himmati baland qilsa, ya'ni men juda katta bo'laman, ya'ni o'sha nima deydi, juda ko'p odamga foydam tegadi desa, katta inson bo'ladi-da. Allohdan qulochimizni qancha katta ochib olsak yaxshi ko'radi Alloh. Alloh muvaffaq qilsin. Amin. Faman ya'mal misqala zarratin khayran yarah va man ya'mal misqala zarratin sharran yarah. Zarracha yaxshilik qilsangiz ko'rasiz, zarracha yaxshilik yomonlik qilsangiz ko'rasiz deyilyapti. Bu narsalarning hali aksi bo'ladi, ko'zingizni ochaylik. Ya'ni hammamiz ko'zimizni ochaylik. Ya'ni har bitta gunohni hisoblovchi bor. Ad-dayyanu la yansa. Alloh unutmaydi.
Alloh taolo unutmaydi. Ya'ni bitta gunoh qilsangiz o'sha vaqtda o'zida bitta jazo kelmasa, bir a'zoyingiz ishdan chiqib qolmadi masalan, siz o'ylamang uni kech boryapti deb ehtiyot bo'lish kerak-da, ya'ni. Bitilib qo'yilyapti. Ha. Tushunmadim qanday? Bitib qo'yilyapti, u javobi bor O'sha yozib qo'yilyapti, bitib qo'yilyapti. Rahmat ustoz. Keyingi savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, yaqinda bir ma'ruzada eshitdim. Ish vaqtida peshin namozini o'qish vaqtni o'g'irlagan bo'ladi deb tushuntirdi. Namoz hamma dunyo ishlaridan ustun amal-ku axir. Buni qanday tushunish kerak dedilar. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bu ma'ruza qilayotgan inson o'sha ma'lumotlar yo'q inson ekanda, ma'lumot bo'lsa unaqa demaydi inson. Alloh insof bersin. Namoz Alloh taoloning farzi. Hech qachon namozdan ustun narsa bo'lmaydi. Har qanday ish berayotgan odam, siz musulmonligingizni bilgandan keyin u o'shalarga dogovorda kelishuvda yozilmasa ham u ibodatingizga kirisha olmaydi u. Ibodatingizga aralashishga haqqi yo'q. Men namoz o'qiyman deb aytishingiz kerak. Namoz o'qiyman, men o'sha ibodatliman deb aytish kerak. 5 minut, 10 minutda juda ham insof. Ayniqsa bizning diyorlarda unaqa juda ham insofsiz bo'lib ketgani yo'q-ku hozir. To'g'ri, namoz o'qiyman desa qanday ruxsat bermaydi? Ruxsat beradi. Endi uzr, qo'polroq aytsa, perikurga ham vaqti bor. Ha, sigaret chekkan vaqt bor, masalan, tushlik qilgan vaqti bor, vaqt beradi. Xullas, namozga ham yo u o'g'irlagan bo'lmaydi. Qanday o'g'irlagan bo'ladi? Allohning buyrug'i-ku, bu Allohning farzi. Hech ham o'g'irlagan bo'lmaydi. Kim aytsa noto'g'ri aytibdi. Rahmat ustoz. Keyingi savol, junub holati haqida ma'lumot bersangiz. Junub holati shu yuvinadigan bo'lib qolish degani-da. Junub holati. Ya'ni qanday holatda junub deyiladi odam demoqchilar shekilli. Junub o'sha nimada bir o'sha shahvatni qo'zg'aydigan bir sabab bo'ladi. O'sha shahvatni qo'zg'aydigan sabab bilan insondan shu mani otilib shahvat bilan kelsa, shu junub deyiladi. Shu bitta holat yoki uxlaganda uyg'oqligida qandaydir bir sabab bilan, ya'ni o'sha ayoliga yaqin kelganda masalan yoki uxlaganda tushida ehtilom deyiladi, tushda bulg'anib qoladi. Shu junub holati yoki bo'lmasam hech qanday masalan o'sha suyuqlik kelmasa ham, mani kelmasa ham ayoli bilan qo'shilish o'zi o'sha junub deyiladi. O'sha bilan yuvinadigan bo'lib qoladi. Shu junub holat. Junub holatda bo'lgan inson albatta endi hukmlari bor. Yuvinish kerak. Yuvinmasdan oldin namoz o'qish mumkin emas, Qur'on o'qish mumkin emas, masjidga kirish mumkin emas. O'z hukmlari bor-da. Junub degan so'z ya'ni uzoq degani, shu narsadan uzoq bo'lgani uchun Chetlanib qoladi. Chetlanib qolgani uchun shunaqa deyilgan. Shular junub holat. Allohning mahluqotlarini chizish gunoh kabira ekan. Masalan, manzara, tabiat va naqsh chizish, ya'ni Allohning mahluqotlaridan boshqa narsalarni chizish joizmi dedilar? Mahluqot deganda bu kishi faqat haligi joni bor narsani deb tushunar shekilli. Mahluqot degani Alloh yaratgan hamma narsa mahluqot. Daraxt ham mahluq, ya'ni yaratilgan degani. Mahluq degan so'z yaratilgan degani. Allohning yaratganlari ichida jonlisi bor, jonsizi bor. Jonlilar masalan kiyiklar, oxular, masalan inson, masalan to'g'rimi, qushlar. Shu jonlisini chizmaysiz. Hadislarda qaytarilgan. O'sha jonlini chizsa qiyomatda borganda o'shanga jon kirgiz degan nima bo'ladi? Sen o'zingni Allohga o'xshatyapsan degan so'roq bo'ladi-da. Keyin surat yomon narsa, oxir odamlar o'sha suratga sig'inish, shunaqa narsalar bo'lib ketadi-ku. Farishta kirmaydi surat bor joyga. Bu o'sha jonli narsalarning surati-da. Ibn Abbosdan o'sha bir surat chizishga nima bo'lgan odam so'raganda shunaqa deganlar, ya'ni yo'qsa o'sha narsaga berilgan bo'lsang, jon yo'q narsalar chizgin deganlar. O'sha bu kishi aytganlardek manzara, o'rmon, masalan, suvlar, bulutlar, naqshlar, o'sha uni qancha chizsa bo'laveradi, shuncha qilmaydi. Joni bor narsani chizmaslar, ya'ni inson, odam, hayvon shunga o'xshagan jonli narsalarni chizmaslar. Ustoz, yana ba'zi savollarimiz qolibdi, lekin bizda vaqt ham yaqinlashib qolibdi. Birdan birlarida fortepiano o'qituvchilik halol kasbmi debdi. Fortepiano sohasida o'qituvchilik qilish
Ha. Zarar yo'qmi? Xalaqit qilyapti ya'ni. Xalaqit qilyaptimi ya'ni? Xo'p. Xo'p. Fortepiano endi u muzika asbobida, muzika asbobi qaytarilgan. Uni qilmagan yaxshi. Qilmaslik kerak ya'ni. Qilmagan yaxshi emas, qilmaslik kerak. Boshqa kasb, Alloh boshqa kasb bersin. Halol kasb qidiring. Mayli endi xullas shudan bo'lmaydi ya'ni. Ustoz, shu joyga kelganda to'xtatsak, men uzr so'rayman tomoshabinlardan. Biz ba'zida o'zimiz bilan texniklar bilan bo'lib qolyapmiz, chunki bizda bino oldida hozir bizga baland ovoz eshitilyapti. Ta'mir ishlari ketyapti shekilli. Sizlarga xalaqit qilmayapti shekilli u darajada, lekin bizga bilinyapti bu yaxshigina. O'zi vaqtimiz ham bo'lib qoldi ustoz. Bundan keyingi savollarni kelasi ko'rsatuvlarga qoldirsak, ruxsatingiz bilan. Alloh taolo ajringizni ko'paytirib bersin. Yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Amin, amin. Aziz tomoshabinlar, sizlar bilan esa shu yerda bugun xayrlashamiz. Savollarni yana eslatamiz. Telegram orqali RTV savollar botdan bizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Iloji boricha qisqa va lo'nda qilib, inshaalloh kelasi ko'rsatuvimizda shu to'xtagan joyimizdan davom etamiz. Ungacha sizlardan xayrli duolar umid qilamiz. Alloh taolo ofiyatda yaxshilikda ko'rishtirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.